Shvetsariyaning 7 ta eng chiroyli qishloqchalarini poyezdda aylanib chiqishga necha pul ketadi? Like bosib qo'ying, hozir ko'rsataman. Shvetsariyaning eng qulay tarafi bu transport bo'ldi. Chunki shvetsarskiy poyezdida deyarli Lyuboy shahriga va qishloqlariga yetib olish imkoni bor. Shuning uchun birinchi kuni Bazel shahriga uchib kelib, u yerdan poyezdda Shvetsariyaning mo'jizaviy qishloqchasi Kanderstekka yetib oldik. Bu yerda hammaga mashhur bo'lgan Eshingen ko'li joylashgan ekan. 2 kun Kanderstekda bo'lib, u yerdan Alp tog'larining markaziga Interlakenga yo'l oldim. Bu shahar aynan hamma chiroyli lokatsiyalarning yonida joylashgani sababli bu yerda shunday hostelda 3 kun turdik va shu 3 kun ichida Lauterbrunnen, Grindelwald va Estelwald degan qishloqchalarga ham orada borib keldim. Lauterbrunnen o'zini uzun sharsharasi bilan mashhur ekan. Grindelwald esa tepadan ko'rinadigan manzaraga umuman gap yo'q. Va sayohatimizni oxirida Shvetsariyaning eng qimmat shahriga yo'l oldik. Jeneva ko'proq shopping uchun mo'ljallangan bo'lib, eng qimmat brendlar va soatlar aynan shu yerda. Xarajatlarga keladigan bo'lsak, SBB poyezdlari va avtobuslariga umumiy $192 ketdi. Mehmonxonaga esa o'rtacha kuniga $50-60 xarajat qilib, hostellardan tortib, shunday shinamgina mehmonxonalarda ham yotdim. Va eng qizig'i bu albatta borish-qaytish aviabiletlar. Ularni albatta Aviasales.uz ilovasidan sotib olganligim sababli $280 xarajat qildim. Umumiy xarajatlarni esa ko'rishingiz mumkin.